bu videoni tez Sparkchilarga tashlab qo'ymasanglar bo'lmaydi. Bilasizmi, o'zi puli ko'p odamlarchi Sparkda yo'q yurib qo'yishadi. O'zi qichchu mashina ola oladi, lekin o'sha qichchu mashinaning pulini просто Sparkga tiqib olishadi. Ha, Spark qarang, aka. Nima deyapti? Bitta like bosib qo'ying agar siz Spark haydaydigan bo'lsangiz. Sizga tuningni hozir obzor qilib beraman. Rullari Malibu 2 bar qo'yilgan. Lekin men bu saru kojagacha mazza qo'rdim. Monitorni ko'rasan, zoom ketgan ikkita bahaybat monitor. Tabloni ham ko'rasan, splashni qo'rishgan. Atmer soatli, aka printerni qarasanglar-chi, jinniligini. Men bu nikkel qilingan knopkalari, start-stoplar, звездный небо akalar, обшивкada nima deyapti? Lekin men bunisini yorib qo'yishdi, dizaynni qaranglar. Patololari ham полный звездный небо. Orqalarini qarang, aka buni. Gap yo'q, lekin saru bilan mana bu rang bor. Naqa chiqishgan. Odam to'g'risi ko'rib mazza qildi. Mana tuning house mashinasi bo'ladi. Lekin deflektorlar yorib yuborish. Agar siz Spark haydaydigan tanishingiz bo'lsa, mana shu videoni o'sha odamga tashlab qo'ying. Sparkchilarcha poddeshkani yo'rib olishadi-yu. Qani ko'ramiz mana shu Spark qancha like yig'arkan akalar. Shuning uchun like bitta bosib qo'ying. Diskani ham lekin jinnisidan taqishgan. Mashina prosta bomba. Usti ko'rinishi oddiy bo'lsa ham, lekin salonga normalniy pul qo'ygan. Nima deyapti? Sparkchilar lekin yo'q, gap yo'q.